Bu ayol o izlami? Ha, men ona. Seni yo'qotishdan qo'rqib yashirdim. Nimaga yashirdingiz? Chunki odamlar kasal odamni emas, kasalni yaqinlarini ham ayblaydi. Men esa seni baxtsiz qilgim kelmadi. Yolg'on bilan baxt qurib bo'ladimi, Lochin aka? Men yolg'on gapirmadim. Faqat haqiqatni ayta olmadim senga. Ketma bolam. Men tashlab ketma. Yomon odamlardan qo'rqaman. Qo'rqaman. Oyjon, Voy, tinchlikmi? oyjon, meni aldashibdi. Nima bo'ldi? Nima dedi? Onasi bor ekan, ruhiy kasal ekan oyjon. Men sezgandim. Shuning uchun yashirgan ekanda bizdan. Meni kasal onasi qo'rqitmaydi. Meni qo'rqitgani erimni menga ishonmaganligi. Bu xonadonga endi qizim. Qaytib bormaysan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga keldingiz? Komila bilan gaplashgani. Gaplashga gap qolmagan. Bir umr jim yurib xato qildim. Hech bo'lmasa bugun gapiray. Nima deysiz? Faqat bitta savol beraman. To'ydan oldin hammasini aytganimda baribir menga turmushga chiqarmiding? Belki çok incitmişim Agar bir kun meni tushunsang, eshigim ochiq. seni, çok aldatmışım. Can diyen cananları sonunda görme.